Sizga shart, hozir do'stingizga telefon qilib, men senga 2015-yilda 10 ming so'm qarz bergandim. Shuni qachon berasan deb so'raysiz. Bo'ldi. Qani? Udalasizmi yo'qmi ko'ramiz. Behruz aka. Aka, esizdami, sizga u 2015-yilda 10 ming qarz bergandim. Qachon qaytarasiz aka? Nechinchi yilda? 2015-yilda 10 ming qarz bergandim. Qachon qaytarasiz? Bo'ldi, yana 5 yil kutib tur. Akamga aytib berdim lekin aka. Kimga? Mana akamga beryapman. Allo, uka, yaxshimisiz? Allo. Sizga 10 ming so'm bergan ekanda 2015-yil. Ha, Shuni qachon qaytarasiz? bo'ldi beraman. Nice. Hozir biz sentr dedi, olib kelib bering yo klik qilib yuboring. Olib kelasizmi yo'qmi 10 ming so'mni 2015-yilda olishni bilgansiz lekin. Aytma. Men bilan gaplashyapsiz shekilli. Bo'ldi aka. To'g'ri tushuning aka, menga ham pul kerak. O 10 yil kutdim aka. 10 yil. Ha? 10 yil kutdim, mana shu 10 ming berishingiz aka. Shu haliga bo'pti. Men